Rahmet amaşırım dostlar. Oy Mayra. Ne degan ovoza bu? Men bir Tekrar kısa Qaysar ha? Men bunchalik vaqiramaga desman juma. Lekin meni bunaqa shetim kelib, bu ovozni ko'rib. Aytib beqinglar. Bo'ldilar, men eng yaxshi naqshni. Haqiqatan ovozi bek chiroyli ekan, bu naqshini bek chiroyli aytdi. Bu sakini men naqsh etsam bo'lamda? Bo'ladi. Qaysar biz programmamizning 5-yilda aytgan-ku. Siz o'zingizga ishonsangiz, mush naqsh aytish jihatda, musiqa jihatda talantim bor deb qarasangiz, Navo sahnasi har vaqt sizni qarshi oladi. Hoy bo'ldilar. Qanday do'stlar, Qaysarni sinab baqandiq. Ay. Marhamat. Agar siz aytmasangiz, men aytib najmi? Eng yaxshi oltinni zarganing so'qqani yaxshi. Qushqash bo'lsinmi, qassob so'ysinmi? Ha? Men bu yerda og'il-tog'il to'lab yurmay. To'g'ri, lekin bundaqda mush Navoga kelish oldi turayotgan ba'zi bir do'stlarimizning qizg'inligiga so'g'ib qo'ymaylik, Qaysar. Herkes undaq bo'lmaydi. Do'stlar, har vaqt o'zimizga ishonishimiz kerak. Siz naqsh aytish jihatda, musiqa jihatda talantim bor deb qarasangiz, darhol Navo sahnasiga keling. Biz sizni qarshi olamiz. Albatta. Qaysar, hammamizga ma'lum, hayotlik xuddi 4 faslga o'xshaydi. Hayotlik yo'lida biz bahorning boshdan o'tkazamiz, albatta qish faslini ba'zi kutib olamiz. Shundoq. Demak, hayotlik yo'li agri mushaqqatlik ham nihoyatda go'zal bo'ladi. Endi biz yosh naqshchimiz Rahmonjon Avut O'zhalning ijrosidagi hayotlik yo'li degan naqshdan bahrilansa qanday deysiz? Marhamat. Qani, marhamat. Ömür yollanıp açılıp gittim, açılıp gittim. Ey hayat bu öpkünü açılıp gittim, açılıp gittim. Mısrağa hacılap gittim. Senüden öpmesine bölgen ömrümni, ömrümni. Men tut mısrağa hacılap gittim. Yaşar meyişkin ömrüm piyale, ömrüm piyale. Bir qetre tükülmüşsün yergi bop zayet, yergi bop zayet. Her daim piyalende mey durmaz ulup, mey durmaz ulup. Bir günü sunudu çekizip nale. Her daim piyalende mey durmaz ulup, mey durmaz ulup. Bir günü sunudu